İkinci qism. Yerim mavsum oyoqlashib, hammamiz ta'til qilish uchun yurtimizga qaytib ketish to'g'ri keldi. Buni demasam-mu, hammanglar bilasizlar qachon. Bizning bir mazgillik shirin kunlarimiz shu sababli yo'qolish oldida edi. Amaliyotda unaq bo'lsa-mu, biz yanala telefonda yana kod orqali ko'rishib turalaydik. Lekin onundan ayrılıp neçe aydan keyin ko'rishishni o'ylasamla ko'nglim yerib qoldi. Lekin amal qancha, onimi birga uyga akilib olib bo'lmaydi-da. Shuna qilib bizning bu kunlarimizmi oyoqlashib uyga qaytib keldik. Qaytib kelish jarayonida poyezdda ko'z yummay degandek paranglashib keldik albatta. Men uyga qaytib kelgandan keyin kunda degidek kuniga necha vaqt uni telefon qilib yurdim. Men telefon qilganda bizning zodi degilik gapimiz qolmaganda ondan telefonni uzatdik. Kunlar shu tarafga o'tib, ko'zni to'rt qilib kutib turgan qaytlig'ini vaqtga yetib keldi. Lekin uni doim maktabga uning aksi olib kelib qo'yardi. Bu qitimmo yana shuningdekla uning aksi uning bilan birga ma'lum bo'lib, biz bir vagonda turibmi, qarishib o'ltirib, paranglashamagan edik. Men bu necha soat vaqtni shunchalik tez to'shqizganimni hozir o'ylab yetolmayman. Urumchiga borgandan keyinla hech nimaga qaramasdan poyezddan tushibla oldi orqamga qaramay maktabga qaytib kelib yotoqqa kirdim. Yotoqda Akbar bilan Dilmurod o'ltirgan bo'lib, mening kelganimni ko'rib, ularmo meni shunda qizg'in kutib oldi. Biz yotoqda o'ltirib, ta'tilda bo'lgan ishlarni deyishib, vaqt o'tkazib o'ltirdik. Lekin men hozir yotoqda o'ltirgan bilan kun asyodim Zubayda deydi. Ular maktabga kelganmidi? O'kis qaytib ketganmidi? Shu xiyol bilan do'stlarim bilan tomoq yeyish uchun sirtqa chiqdik. Kim o'ylagan? Biz maktab darvozasidan chiqiblar, mening tunji bo'lib ko'nglim dal Zubayda va uning akisi bo'ldi. Zubayda qo'lidagi so'mkalarni so'rgach, akisi bilan xo'shishayotgan bo'lib, akisi uni maktab darvozasidan kirgizayotgandan keyin bir mashinaga chiqib qaytib ketdi. Men undan keyin tomoq yeyish deydigan xiyollarimni tushirib tashlab, do'stlarimga sizlar berib turinglar, men kirib chiqay degan bedi uning orqasidan maktabga qaytib kirdi. Do'stlarimmo bizni bilgachga ortiq gap qilib o'ltirmasdan ketib qolishdi. Men Zubaydaga yetishib kelib, uning qo'lidagi cho'ng chamadonni olgandan keyin sizni shundoq ko'rgim keldi, dedim. Zubayda bo'lsa, menga birdam qarab turgandan keyin qop-qora ko'zlaridan mo'ldirilib yosh to'kib, "Bu bir qancha soatni maktabda o'tkazdim. Sizga deydigan nurg'un gaplarim bor edi. Shularni deyolmay bo'g'ilib qolay dedim", dedi. Men uni oldimga ozroq tortib turib, "Siz nimandaq yollango? Mana oldingizda turmango. Endi deysingizmi bo'ladi?" deganimcha, uning mang'izidan sirg'ib tushayotgan yoshni qo'lim bilan surtib qo'ydim. Uningdan keyin u mening qo'limni ustidan engi yiqib turib, "Rostini desam, sizni bekli ko'rgim keldi", dedi. Men uning bu gapidan kulib, "Ahmoq, shuningmi yig'lamsiz? Mana oldingizda turmango. Endi ayrilmaymiz, degandan keyin u chiroyiga kulgi yugurdi. Men uni yotoq binosining oldiga akilib qo'yib, sirtda saqlab turdim. U narsa keraklarini yig'ishtirib o'tgandan keyin darhol pastga tushdi. Keyin do'stlarim kirib ketgan oshxonaga kirib o'ltirib tomoq qo'ydik. Bu bir vaqt tomoqni yeb bo'g'ichi bo'lgan orliqda Zubayda o'zining o'tkazgan u ta'tilda bo'lgan ishlarni bir-bir qiziq qilib so'zlab berdi. Menmo uning gapini xo'shallik bilan anglab o'ltirdim. Kunlarimiz ana shundoq o'tmoqda edi. Cho'qim sizlarmi bilasizlar, yaxshi ishning oxirida cho'qim biror chatoq chiqmasa bo'lmaydiganligini. Bizning bu xo'shal kunlarimizmi uzunga bormadi. Ko'nilada ishki qizil gulning o'ttirsig'i o'sgan yantoq bo'ladi degan gibi haqiqatmi ish qilib bahras ketgan. Bir mazgildan keyin rostla mening orqamdan ozroq gap chiqib qoldi. Bu gapni kimning topganligini toza bilib ketmayman. Tak hozirgacha bilmadim. Gap topqanlarmi bahli qiziq. Qandoq deysanglar, men odatda o'zim bilan bir yurtliq bir qiz bo'ladigan, ismi Roila. Lekin u qizning o'g'il do'sti meningmi do'stim edi. Faqat shuki, uning o'g'il do'sti bilan biz bir maktabda emas. Shunglashqimi odatda maktabda do'stimning qiz do'stiga men qarab qo'yg'ashqa, u do'stimning yeniga bordiganda yo'lda qo'rqadi ekanman deb doim men bilan boratdi. Buni Zubaydami bilatdi. Umo biz bilan bir qancha qitam birga chiqqan. Lekin bir qitam orqamizdan aytilgan gap sal boshqacha. Qandoq deymamsizlar? Mushabdimi Roila meni izlab birga berishimni aytdi.
Odatda mening uncha ko'p ishim bo'lmag'achqa uningga ma'qul bo'ldi. Yana darhalla Zubaydaga telefon qilib birga berishni aytdi. Lekin bu qitim Zubaydaning beradigan imtihoni bo'lg'achqa o'g'inish qilib olay, ko'p vaqtim qolmadi deb maktabda qoldi. O kuni men Raila bilan yolg'iz ommaviy avtobusda o'ltirib, uning o'g'il do'stining maktabi tarafga qarab mangdik. Yo'lda bir qancha bekat omlashishga to'g'ri keladigan bo'lg'achqa, necha bekat omlashdik. Biz boradigan yerga berib bo'lay deganda, bir bekatning oldida tatliq yong'oq setayotganligini ko'rgan Raila o'g'il do'stiga tatliq yong'oq elib bergisi keldi. Shuning bilan biz avtobusdan tushib, tatliq yong'oq elish uchun turib olsak, tatliq yong'oq sotadigan odam ochiqining ustini bo'shlab to'ladi. Ochiqning ustidagi to'p to'zib Railaning ko'ziga kirib ketdi. Bu vaqtda Raila ko'zini o'g'lab, mening ko'zimni po'lab qo'ying degandan keyin men uning beshini ikki qo'lim bilan tutib turib, uning ko'ziga po'lab qo'ydim. Bo'lgan ish mushu. Lekin men uni opirib qo'yib, qaytib kelganimda kim o'ylagan? O ko'rinish boshqacha bir tushuncha orqali uning quliqiga bir parcha rasm bilan tegibdi. Bu rasmni kimning tortib olganligini bilmadim. Bizning yon tarafimizdan dal men uning ko'zini po'lash uchun yaqin kelganda tortilib, bir qarashdan xuddi uning beshini tutib, suyayotgandagili chiqibdi. Annangni kasofat. Bu rasmni ko'rib, Zubaydaning o'ngi o'chib, men maktabga qaytib kelib, uning telefon qilganda, o telefonni etib chiqib o'tgandan keyin boshlandi. Men bu ishlarni bilmagachga bakli g'alit tuyulib ketdi. Zubaydaning menga bo'lgan ko'ngli davolg'ugan edi. Shunda qilib, shu ish yuz berib, 2 kun Zubayda sinfga chiqmadi. Mukarram meni nada ko'rsa shu yerda qichib, meni tillab yurdi. Men bularning nima ish qilig'ini bilmay, bakli gangirab qolgan edim. Bu bir necha kun xuddi chivin yavagandagli yurdi. Ya bir mening tushundirish fursatim yo'q. O og'rib qoldim deb bir hafta ruxsat so'ragandan keyin men teximi jiddilashib, qo'lim ishqima bormaydigan, tomoqmi gelimdan o'tmaydiganli bo'ldim. Men mushunchalik bo'g'icha bunda qiynalib boqmagan. Yana kelib, ma'lum mukarramgimi nimali desam kori yo'q. Bu bir haftani bir yildak o'tkazib, o oxir sinfga qaytib keldi. Men uning sarg'ayib ketgan chiroyiga, yana xunuklaşib qolgan ko'zlariga qarab, ichim siyrilib ketdi. Lekin u hozir menga qaramaydi. Kelibla yenimga kelib o'ltirib, oldiga tikilib, hech nima demay jimjit o'ltirdi. Men uning bu aptini ko'rib, asta qo'limni uning qo'liga uzatdim. Lekin u qo'lini tezla tortib oldi. Men uning bu harakatini ko'rib, qil-qaldim yig'lab tashlab kerak. Shundan keyin darsdan tushguncha bir eg'izma gap qilishmadik. Darsdan tushgandan keyin men sinfning oldidagi o'rindiqqa chiqib, xiyolga betib o'ltirib olsam, Raila bilan Zubayda mening oldimga chiqdi. Lekin bu qitim uning chiroyida bir xil kulki bor edi. Men ichimda Raila hammani degan bo'lsa kerak, u oxir meni tushunibdi-da, deganlarni o'ylab tursam, Zubayda yenimga kelib o'ltirib, men hozir u meni oldimdagi mush binodan o'zingni tashlab ol desam, cho'qim o'zimni tashlab olgan bo'lardim. Lekin u eg'iz echishi bilan tang boshlarim qiyib ketdi. Zubayda bo'sh ovozda: Biz ayrilib ketaylik degan edi. Men bu gapni anglab, yo yig'ilishimni, yo kulishimni bilmayla qoldim. Kallam qop-qo'riq. Hech qanday xiyolmi yo'q. Uning bir eg'iz gapmi qilolmadim. Chunki birasi mening gelimni bo'g'agandek bo'lib, bir eg'iz gapmi qilolmayotdim. Faqat uning chiroyiga qarab, hang'oy qilib o'ltirgan joyimdala qaytibli qoldim. U gapining oxirini qilib bo'g'icha yana bir soatlik dars vaqti to'shib qoldi. Uningdan keyin u ikkisi boshqa gapni sal turib deyishayli deginicha sinfga kirib ketdi. Lekin men nima qilarimni bilmay, shu o'ltirgan joyimda qoqqan qo'ziqdek turibla qoldim. Hozir atrof ko'zimga qop-qorong'i ko'rinib, hech kim ko'rinmayotdi. Hech qanday bir ovoz quloqimga kirmayotdi. Hammaylar darsga kirib ketgandimi, men yanala shu o'rnimda hang'oy qilib o'ltirdim. Lekin 15 minutdan keyin bir illiq qo'lning mening qo'limdan tutib, tortishidan ko'z oldim yurib, oldimga qaradi. Oldimda Zubayda domzuyib turgan bo'lib, u menga ochiqlab: Nimishqa mening orqamdan ma'maysiz? Kalva, men yana gapim bor dedim-ku. Sizga desam, biz ko'rinishda ayrilib ketamiz. Bumi orqangizdan gap topqanlar uchun. Degandila men ozroq tushungandek bo'lib, eg'ir birni uktatdim. Uningdan keyin bir mazgil shundoq yurdik. Bu mavsumma oyoqlashib, uyga qaytib kelib, orom olgandan keyin yana maktabga qarab yo'lga chiqdim.
Bu mezgilda biz burunqidimi bakrak bir-birimizga amriq bo'lib ketgan edik. Biz maktabga qaytib kelib, yana burunqidek xo'shal kunlarimizni boshlab oldik. Bu mezgilda yana orqamizdan ba'zi gaplarni chiqib boqdi. Lekin u menga ishongashga parvo qilmadi. Menmo uningdan xo'shal edim. Kunlarimiz shundoq o'tib, 9-oyning 21-kuni keldi. Bu kun Zubaydaning tug'ilgan kuni edi. Yana kelib, o kuni shanbaga to'g'ri kelgachga biz savodashlar o'ltirishni kashti qo'yib, ikkimiz ayrim sirtqa chiqib, bozor jugilab, bog'chilarga berib, o'ynab, tushdan keyin Qiziltog' rayonidagi manzara ko'rish o'rniga chiqib, aylangandan keyin Zubayda men bilan tog'ning eng egiz yeriga chiqqisi borlig'ini aytdi. Men uni yetilab, tog'ning eng egiz yerdagi ravoqqa elib chiqdim. Atrofning havosi shundoq sop edi. Biz birdam o'ltirgandan keyin Zubayda mening oldimga kelib, yenimda o'ltirib, ikki qo'limni ching tutib turib, Sizdan bir ish qilib bermasa, menga va'da bera olasiz? deb so'radi. Men uning ko'zlariga tikilib turib, har qanday talabing bo'lsa, va'da bera olayman. Degina, dedi. Bu vaqtda men uni nima degan deb qarab o'tirgan edim. U eg'iz ichish bilan hayron qoldi. U menga qarab turib, Siz menga bundan keyin taki o'lgicha haraq yoki tamaki degan narsaga yaqin kelmayman deb va'da beraman. Men unda qishni qilgan odamga bek o'ch, dedi. Men uning qarab kulib qo'yib, nimalarni deydigansan? Men helim hech qaysini qilmayman-ku, dedim u beshini chayqab turib. Men mengu dedim. dedi. Men uning gapini tushunib, beshimni langshitib, uning qo'lini ching siqib turgandan keyin, "Sana va'da beray, agar uningga yaqin kelib qolsam, bu umrimda sening yuzingga qaramayman." Men boshqa gap qilmadim. Uningdan keyin biz pastga tushib, maktabga qaytish uchun yo'lga chiqdik. Odatda bu atrofda mashina to'smoq sal qiyin. Yana kelib, ozmi ko'rik bo'g'ashqa mashinalarmi to'xtamaydi. Jo'nashqa biz piyoda mangdik. Hozirgacha esimdan chiqmaydi. O kuni u oppoq ko'ylak kiygan edi. U xuddi farishtalarga o'xshab qolgan edi. Oldimda sakrab mang'inida o'zimni dunyodagi eng baxtli odam deb hisoblaydim. Kim o'ylagan? Bir xo'shallikningmi yana bir qayg'usi bo'ladi debdigan. Mendan osh va'dini elib, saq bir soat vaqt o'tgan vaqt edi. Biz ustidan pastga tez tushadigan yo'l bo'ligida ketayotganimizda Zubaydaning boshqa bir maktabda o'qiydigan bir do'sti, ya'ni o'g'il bola do'sti yo'lning qarshisidan chiqib keldi. O'mo do'stini ko'migil uzun bo'g'aliqdanmi yoki boshqa sabab bormi bilmadim. Xo'shalliqida yo'lni to'g'risiga kesibla do'stining yoniga qarab yurgan shu vaqtning o'zida mening ko'zim yo'lning o'ttirsida bizga qarab kelayotgan bir cho'ng mashinaga tushdi. Mashinaning sur'ati xilida tez bo'lib, bizdanmi uncha yiroq emas edi. Yana kelib, Zubaydami amdala yo'lning o'ttirsiga kelgachga, u ahvolning chatoqliqni bilib, o'zimni uninga otdi. Mening quloq tubimda eng og'irqi ovoz bo'lsa, mashinaning qattiq turmuzlangandagi ovoz bilan bir qizning chirrida chirqirgan ovozi bo'ldi. Uningdan keyin qattiq bir zarba bilan necha metr neriga uchib yiqildi. Badallarimning hamma yeri sirqirab og'rib, quloqimga hech nimaning ovozi anglanmaydi. Boya men ko'rgan mashinami qattiq turmuzlash ta'siridan yanchi bo'lib qolgan bo'lib, yo'lni to'sib olgan edi. Men badanimning og'riyotganligiga qaramay o'rnimdan turdim. Yana darhol mashinaning yoniga daldang shiginim tikilib, ko'zlarimga ishonmay qoldim. Chunki ko'z oldimda yerda qong'im bilangan peti Zubayda turardi. Men shu ko'rinishni hozir tasavvur qilg'im yo'q. Xuddi mendan shu va'dani elib bo'libla ketadigandak bilindi. Mendan va'da olganig'imi hozirmi aqlim yetmaydi. Uningdan keyin men shu joyimda yiqilib qoldim. Keyingi necha oyda nemish bo'lganligini bilmayman. Doktorxonada ho'shimni bilmay bir oyli yetibdiman. Putum ishga yerdan sunibdi. Kutinish uchun yana 2 oyda yetibdiman. Keyin mang'idak bo'lib maktabga qaytib keldim. Lekin shuncha oldirab kelib, sinfga kirib, ikkimizning partisining o'ttirsiga qo'yilgan bir tashta qizil gulni ko'rib hayron qoldim. Men qaytib kelgan kuni savodoshlarimning hammasi mening yonimga o'ltirib, menga tasalli berishga boshladi. Men hayron bo'lib, "Nimish bo'ldi? Zubayda tek qaytib kelmabdi-ku?" deb so'radi. Mening yaqin do'stim Akbar birdan qarab turgandan keyin, "Sen tiq bilmamsa?" deb so'radi. Men beshimni chayqab, "Nimani bilaman? Odamni taqozo qilmay, degina nima gap bo'lsa?" dedim. Akbar birni eg'ir usunib qo'yib,
Zubayda shu vaqada o'lib ketdi yodosh. Mantiqchini biladigan o'xshaydi o'libdimi? dedi. Men bu gapni anglab, beshim qiyib, sinfda yana yiqilib tushdi. Uningdan keyin men sinfda shu partini saqlab, 1 yillik o'qishimni tugatdim. Qaytib kelib, bir necha yildak sarang'a o'xshash angli qilib o'ltiradigan bo'pmi qopdim. Lekin ko'nlarda ketganning orqasidan ketgili bo'lmaydi degan bir gap bor. Balkim tug'ilishimdalla mushundaq sho'rpishani bo'lib tug'ilib qolgan bo'g'iytimmi? deb o'ylabmi qolaman ba'zida. Sizlarga desam 2008-yildan 2011-yilgacha bo'lgan qisqagina ishlar shu qitimliq voqeaning yordamisi hozirmi yuragimda tamg'u bo'lib turmoqda. Keyingi 8 yillik ishlarni keyincha vaqtim chiqsa so'zlab berishim mumkin. Bu jarayonni balkim bo'lakka ayrib yozmasam tugamaydi. Tarquluqnimi xili topdimi? Yana oldimga nima kunlar keladi, bu noma'lum. Shu yillardagi ishlar qisqartib yesildi.